Salom do'stlar hammaga. Bugun biz Yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirga kelganmiz. Bu qo'shiqni eshitib endi o'ynayveraman deganimda to'xtab qolishdi. Keyin esa ko'zimiz shaxmat o'ynayotgan ukalarimizga tushdi, ko'rishingiz mumkin. Keyin esa Hind bro bitta yosh bola bilan o'ynayotgan ekanlar. O'zingiz dengizda o'ynamaysiz deb rosa inglizchalab so'kdim, lekin tushunmadilar. Xullas qilib inglizchalar gaplashganmiz Hind bro bilan. Keyin esa ko'zim tennis o'ynayotgan bolalarga tushdi va yugurib bordimda tennis raketkasini olib qo'ydim. Keyin esa tez-tez o'ynashni boshladim-da, keyin shunday urdim. Tap-tap tepaga tushib qoldi. Keyin esa o'lishga harakat qildim. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Keyin esa bobora hamma shaf haykalni oldiga kelib ozgina tomosha qildi. Keyin esa ko'rsanglar bo'ladi, ajoyib mashinalarni bolalar yasashgan ekan, ko'rib maza qilib tomosha qildim. Qo'l mehnati zo'r. Keyin esa muzqaymoq cho'plardan uychalar qanaqadir bayram nimalarini yasashgan ekan, zo'r. Keyin oka menga shaqa ma'lumotlarni berdilar, mana shu yosh bolalar nima qilib yasaydi biz maktabimizda deb. Xullas qilib hammasini ko'rib maza qildim. Zo'r ekan, zo'r yasashni ko'rib xursand bo'ldim. Keyin esa pajarniy formalar ko'rgazmasi bo'lgan ekan, tezda kaskasini kiyib ko'rdim qiziqishdan. Keyin esa bitta kaskasini kiyib ko'rishgan dedimda, formasini ham kiyib ko'raman dedi. O'zi ham bor-ku, formasini ham kiyish qiyin ekan. Keyin esa menga sekin yordam berishni boshladi, kadrlarni ko'rsani bo'ladi. Keyin esa ko'rsanglar bo'ldi, mana robotchasiga ham raqsga tushib berganman formalarni kiyib. Onun formasi juda ham issiq ekan. Keyin esa yonida ko'rsanglar bo'ladi, qurollarni ko'rgazmasi bo'lgan ekan. Bu qurollarni ko'rib bir old kontur esimga tushib ketdi. Xullas qilib bittasini shundan o'shaydimda o'qlar, qachaqlar, xullas hamma narsa qo'lim qurolda prosta sinib ketmadi xolos. Shundoq qilib mana bir kunim o'tdi. Hammalarga rahmat, like va obuna bo'lishni unutmanglar.